Shunaqa qimmat mahallada yashash niyat qilganlar bormi? O'rtoqlar, men sizlarga hozir ko'rsatadigan uyim teng yarmiga pulsrochniy bo'lgani uchun berib yuborishmoqchi. Bu joyi o'zini 90 kilovatli отдельный TP'si bor. 3 ta liniya gaz xuddi mana. Ko'rasizlar, hamma 3 ta liniya gaz tushgan bu yoqda, ko'rib turganinglardek. Joyimiz 18 sotik o'rtoqlar. Hozir ichlarini obzor qilib beraman. Bu joyi polniy obzor qilgani как minimum 10 minut vaqt ketadi. Men sizlarga tez-tez tushuntirib ketaman. Qaranglar, o'zini sauna, basseyn, hamma narsasi bor, sharoiti komfortni yashash uchun yetarlicha. Kelib yana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu bo'lsa 4 ta garaji bor mana bu yoqda. Katta mashinalar sig'adigan bemalol podvali bor. O'zini skvajinli suvi bor, bemalol suv zavod qilasizmi? Qanaqadir kichkina mini sex qilib olasizmi? Unga ham dosh beradigan o'zini nasoslari bor. Sexlarda yuribdi deb o'ylashingiz mumkin o'rtoqlar. Mana bu narsalarni ko'rgandan keyin nima ekan bu degan savol keladi, любой odamga keladi. Hozir professional syomka qilamiz. Qaranglar. Mana bu 3 barda уже soatiga 15 kuba suv chiqaradi. Bu degani agar sizlarga полный мощностьga ko'tarsa, ancha-muncha suv chiqarib tashlaydi endi. Agar mini sex suv zavodi qilaman desangiz zo'r ishlaydi. Chunki 120 metr chuqurlikda artezan suvi chiqarilgan, suv juda ham toza, ichsa maza qiladigan suvda. Hech qanaqasiga buni magazindan olgan suvlaringizni bu bilan moslashtira olmaysiz. Hozir ko'rsataman buni tepasini. O'rtoqlar, ko'rib turganinglardek biz qanaqadir suv zavodida emasmiz. Endi bu tarafini qaranglar. Bu birinchi yo'mkisi, bu ikkinchisi. 15 tonnami shunaqa deyishdi. O'zi 15% ishlaganda soatiga 15 kub beradi. Ko'paytirsa bo'ladi davleniyani. Mana basseynni tegi. Ko'rsatasan, 10 ta deleniya bor. Shu ham uchida ishlayapti. 30% mощность ishlayapti. Buni ham ko'tarsa bo'ladi. Bu uyga vodoснабженияsi, kranni olsang ko'proq suv chiqadigan. Полностью мощность ishlasa, bemalol Hidrolife bilan suv zavodi qilib yuborsalar bo'laveradi. Suv hech qanaqasiga muammo bo'lmaydi. Inshaalloh, endi shunaqa sabablarni qilib qo'yilgan, har bitta detaligacha o'ylangan. Nasoslari bor, suv filtrlari bor. Olganingizdan keyin sotuv bilan ham shug'ullansangiz bo'ladi. Ham tepasida yashab, pastida biznesingiz bo'ladi. Hech kim bilmaydi. Chunki mana devorlarni kattaligini qaranglar. Hozir men sizga ko'rsataman devorlarni qatta bor ekan. Endi mana bitta ham ko'rinib turibdi. Hozir mana. Tak, bu uyi tegi qismi. Tepasiga